Hozir biz Angren daryosi oldida turibmiz. Aynan ushbu daryo Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq va Oqqo'rg'on tumanlarini ajratib turadi. Va bugungi ko'rsatuvimizdagi, ya'ni ijodiy safarimiz aynan viloyatning Oqqo'rg'on tumaniga. Va bugun u yerda ishlab chiqarish, umuman aholi daromadini oshirishga qaratilgan yangi tarmoqlar paydo bo'layapti. Ilgarilari asosan chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullangan hudud aholisi bugun tamomila yangi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatyapti, daromadlarga chiqyapti va biz ko'rsatuv davomida sizlarga ana shularni ko'rsatamiz. Oqqo'rg'on tumanining har bitta mahallasini o'zini ixtisoslashuvi, driver sohalari bor. Hozir biz kelgan hudud bu Hosildor mahallasi tumani. Bu mahalla ham asosan o'sha qishloq xo'jaligi, chorvachilik yo'nalishiga ixtisoslashgan, lekin bugun hudud aholisi o'ziga yangi tarmoqlarni qo'shyapti. Bugun daromadini oshirish maqsadida barchamiz biladigan va bugun ancha urfga aylangan ratan mebellar ham aynan mana shu mahallada ishlab chiqariladi. Hozir birgalikda kirib ko'rib tanishamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana yangicha bir boshqacha yo'nalishga qo'l uribsiz-da. Ismingiz nima edi? O'zingiz tanishtirib? Jabborxon aka. Qachon boshladingiz bu ishni? 3 yil bo'ldi. O'zingiz bilarmidingiz oldindan? O'rganib keldik bir oy. Qayerda o'rganib keldingiz? Ha, Bo'kada o'rganib keldingiz. Bo'kada o'rganib kelib, yaxshi niyat qildik. Aynan nega mebelchilikni mana shu yo'nalishini tanlagansiz? Endi shu qiziqligi sababi endi o'zimizga kirib kelyapti-da shu mebelni ratan. Shuni rivojlantirib, kelajakda kengaytirish niyat. Necha turdagi mahsulot chiqarasiz bugun? 100 dan oshiqda. Siz asosan qaysi turlarini chiqarasiz? Hozir bizda 5 xil bor. Tovus degan mana u bo'ladi. Deki ichkarida, uni ham ko'rsataman. Chanel deganlar bor, uni ham ichkarida bor. Mana shu bitta stul yasashga qancha vaqt ketyapti? Bitta stul yasashga 1 soatda 12 ta chiqardik. Kreditni olib, mana shu ustunlikni oldim. Xudo xolsa yana niyatim kengaytirish. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik sharoit yaratib berishgani uchun. Oldin bu ishlarni qilmasdan oldin nima ish bilan shug'ullangansiz? Oldin endi bekorchi bo'lganmiz. Shuni harakat qilib mana ishlayapmiz. Prezidentga ming marta rahmat. Harakat qilgan odam kam bo'lmaydi. Xomashiyosini qayerdan? Xomashiyosini shahardan olib kelyapmiz. Bitta stul tayyor holga kelguncha qancha vaqt ketadi? 2 soat ketadi. Bitta odam 1 soatlarda chiqaradi bitta stolni. Buni tayyorlash bo'yicha erkak ishlaydi. To'qish bo'yicha ayollar. Qiynalgan ayollarni oldim. Ha, uyga ham berib yuborasiz. Uyga berib, uyda ishlab chiqarishyapti. Qancha oylik beryapsiz ularga? Bularni bittasini tayyorlab berishga 50 ming beryapmiz. Pul kerak bo'lib qolgan payt oldindan ham beryapmiz. Bola chaqasiga 1 so'm bo'lsa ham, 2 so'm bo'lsa ham pullar. Assalomu alaykum. Asosiy ish bu yerda ekanda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Mana o'sha mashhur bugun urfga kirgan ratan stullar. Ratan stullarimiz. Ismingiz nima? Ra'no. Ra'no opa, qiyin emasmi? Yo'q. Ha, uyda bekor o'tirganda yaxshi deysiz-da. Shu chiqib qarashyapmiz-da, bekor o'tirganda. Kuniga o'zingiz nechta mana shunaqa stul to'qib olasiz? Ikkitadan. Bitta stol to'qisangiz 50 ming, ikkita to'qisangiz 100 ming. Kuniga 100 mingdan bo'ladi. Bemalol bo'lsam, bir kunda ikkita to'qiyman. Hammada oilaga daromad. Pensiyani ham olamiz. Mana qizlarimiz to'qiyapti, kelinimiz bor. Mana shu ayolimizdan borib o'rganib kelganmiz. Bu ayolim bo'ladi. Mana shu birgalikda ochdik-da. Hozir bu nomi Tovus. Bu nima deyiladi? Bu Dego. Xomashyolar qayerdan kelinadi? Shu shahardan keladi. Ha, o'zimizda ishlab chiqariladi, bular. Aytib o'tganda shuni ham stanogini olmoqchiman. Uyda chiqar niyatim bor. Buni stanoqini uyda boshlasangiz qancha? Yana ham ish jarayoni kattayapti. Ishchilar ko'payib, daromad ham tejaladi, pul oladigan. Ha, zo'r bo'ladi-da keyin. O'zi buni qanchadan xarid qilasiz hozir? 24 ming qilasiz. Bir stolga qancha kilo ketadi? 2,5 kilo, katta kichigiga qarab. Mana shuni o'ziga 2 kilo ham ketadi. Mana unga 3,5 kilo ketadi tovus. Hozir bizda 5 xil shu yerda to'qilyapti. Bu boshqacharoq ekan, past bilan. Bu nima deyiladi? Izabella. Nomlari ko'pda esda qolmaydi.
Nigor opa, mana shu sizni xonadoningizga kelib, shunaqa narsalar bugun sizga o'xshagan ayollar tomonidan qilinayotganini ko'rib, to'g'risi o'zim ham hayratlanib ketdim-da. Qiziqish nimadan paydo bo'lgan? Hozir mana xo'jayingiz aytdilar, birga borib o'rganib kelgan ekansizlar. Birga o'rganib kelganmiz. Ko'proq qiziqish kimda bo'lgan, sizdami yoki Jabborxon akadami? Akangizda bo'lganda. O'rgansangiz bo'ladi. Mana qo'shnilarim hammasi to'qiyapti. Uzog'i bilan 3 kun, 4 kunda o'rganib oladi. Lekin hammasi endi mana o'lchoqliqda, o'lchab beramiz. Mana bunday qilib o'raydi. Sizga ham oylik beradilarmi? Beradi. Endi topganimiz shu bolalarga-da o'qityapmiz kenjatoyimizni. Shuni orqasidan. Shuni orqasidan, bekor o'tirgandan ishlayapmiz. Jabborxon aka, daromadingiz qancha endi? Daromadimiz ishimiz qancha ko'p chiqsa shunga qarab keladi. Ancha daromad olsa bo'ladi. Hozir mahallada bitta o'zingizmi shunaqa yo'nalishda Bitta o'zim Oqiron bo'yicha. Xudo xolasa mana shuni kengaytirib, bundan boshqa ishlarim ham bor, shuni amalga oshiramiz. Rahmat sizga Jabborxon aka. Rahmat Bundan ham sizlarga. katta natijalarga erishing. Rahmat, Salomat sog' bo'ling. bo'ling. Hozir biz Oqqo'rg'onning Navbahor mahallasidamiz. Aynan ushbu mahalla Sirdaryo viloyati bilan chegara hududda joylashgan. Hudud aholisi asosan qishloq xo'jaligi, chorvachilik bilan shug'ullanadi, lekin bugun o'sha berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar sabab mahallaga yangi tarmoqlar kirib kelgan, yangi daromad orttirish yo'llarini ham hudud aholisi ancha o'zlashtirib olgan. Hozir biz to'liqroq ma'lumotni hokim yordamchisi Said Amindan olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun endi mahalla aholisini kayfiyati qanaqa? Eshitishimcha, bugun hudud aholisi o'zini yangi yo'nalishlarda sinab ko'rayotgan ekan. Albatta. Shular haqida gapirib bering. Mahallamiz ixtisoslashuvi issiqxona va chorvachilikka kengaytirilgan. 738 ta xonadonimiz bo'lib, hozirgi kunda 400 dan ortig'ida issiqxona mavjud. Ular samarali foydalanib, oilasida 3 ta 4 ta nafar a'zosini doimiy ravishda band qilib foydalanib kelyapti. Nima yetishtiradi ular issiqxonada asosan? Issiqxonada bir yilda bizda 4 martagacha hosil olishadi. Birinchisiga bodring, keyingisiga pomidor va 3-4-inchisiga ko'kat. Oilasiga daromad qo'shib kelmoqda. Navbahor mahallasi, Yangiqo'rg'on ko'chasi 5-uyda yashovchi Karimqulova Umid opa bizda kam ta'minlangan oilada, ya'ni yagona restoran turishardi. Ularga biz imtiyozli 5 yilga foizsiz kambag'allik va farovonlik sari dasturi doirasida 30 million so'm imtiyozli kredit ajratib, ushbu yangi konteynerni o'rnatib, yangicha ko'rinishdagi ish faoliyatini boshlash uchun ko'mak berib keldik. Hozirgi kunda opamda 1 nafar ishchilari va 5 nafar maktab bitiruvchilari ustoz shogird an'anasi asosida Hunar bilim o'rganib kelishmoqda hozirgi kunda. Qachon faoliyatini boshlagan bular? Yangi faoliyatini 2026-yil yanvar oyidan faoliyatini Shu yil boshlashdi. yaqinda boshlabdi-da. Kasbiy ko'nikmalar markazida Oqqo'rg'on tumanimizdagida o'qib, sertifikatlar berib va shuncha nafar shogirdlarga ustozlik qilishga yetishtirdik. Bugun natijasini beryaptimikan? Hozir Albatta. o'zidan so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum. Umid opa, charchamayapsizmi? Rahmat. Yaqinda boshlabsiz ishlarni. Yaxshimi, qiynalmayapsizmi? Yo'q, qiynalganimiz yo'q. Shu yil boshida oilaviy tadbirkorlik bo'yicha konteyner oldik, ajratilgan pulga. Hozirda 6 ta shogirdim bor, bitta ishchim bor. Nimalar tikyapsiz endi? Kelin sarpolari, pardalar, kimdan qanday zakaz kelsa o'shani tikyapmiz. Buyurtmaga qarab, Buyurtma asosida. Kuniga qancha buyurtma tikasiz endi? Bir kunda o'rtacha hisobda 3 ta 4 ta ko'ylak tikamiz. Mashinalaringizni qanaqa imtiyoz asosida berishganmi buni ham? Ha, shu imtiyoz asosida kredit olib, mashinkalarni olgandim. Oldingi eski joyim eski konteyner edi-da, yangilab, sal yorug'roq, kengroq ham shogirdlarni ko'paytiraman deb eski kreditni yopib, keyin bu yangisini olib yana ish boshladik. Mana shu ishingizdan bugun qanchalik xursandsiz? Mendan baxtli odam yo'q. Xursandman, juda xursandman. O'zimga o'xshagan ayollarni ish bilan ta'minlayotganimdan, boquvchisi yo'q qizlar ham bor-da, shularni o'rgatayotganimdan, hunarli qilayotganimdan. Hech bo'lmaganda qo'lida hunar bo'lsa, ertaga borgan joyida ham ro'zg'orini tebratib, o'zim ham shu 4 ta farzandimni shu hunarim bilan boqib mana turmushga berdim, o'qitdim. Odam o'ziga nisbatan ishonchimizni qandaydir oshirib qo'ydi-da, bu narsa qo'rqmasdan tavakkal qilib mana bir marta oldim, kredit yopdim, mana ikkinchisida hali bundan ham kattartirib ishlab chiqarish sexlar ochish niyatidaman. Prezidentimizga katta rahmat, bizday ayollarga shunchalik ko'mak berib, yordam berib kelayotganlarda xursandmiz. Bundan ortiq baxt yo'q biz uchun. Ishlaringizga omad, salomat bo'ling. 2025-yil davomida 170 dan ortiq ishsizlarga 2 milliard 280 million so'm imtiyozli kreditlar ajratdik.
Bularning aksariyati ko'prog'i o'zimiz drayverimiz loyihasida issiqxonachilik tashkil etishda, zamonaviy ko'chat urug'lardan foydalanishda, undan tashqari xizmat ko'rsatish. Bizda o'zi drayver sifatida issiqxonachilik va chorvachilik tanlab olganmiz-da hududda. Shuning uchun chorvachilik yo'nalishiga olganlarimiz ham ko'p. 2025-yil davomida 17,5% bo'lsa imtiyozli kredit oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida mana yurtboshimizning tashabbuslari bilan Oqqo'rg'on tuman og'ir hududga tushganligi uchun imtiyozli kreditni 17,5% dan 12% ga tushirishga erishyapti. Ya'ni bu 5,5% fuqarolarga, o'sha ishsiz shaxslarga anchagina yordam tariqasida. Bizda 2025-yilning yanvar oyi kambag'allik darajasi 907% tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilning dekabr, ya'ni yil oxiriga bu ko'rsatkich 4,7% ga olib tushirdik. 25 dan ortiq fuqarolar doimiy ishga, 45 dan ortiq ishsiz a'zolariga imtiyozli kreditlar ajratish hisobiga. Biz ozgina ularni qo'llasak, qolganini o'zlari olib ketishadi. Ularni oilasiga manba yaratib berdik. Bu kambag'allik degan narsani hissiyot sifatida yo'qotishdi o'zlarini. 2026-yil o'zimga bir marra deb oldim. Bu yil 200 dan ortiq ishsiz fuqarolarimga 2,5 milliardga yaqin imtiyozli kredit, 100 dan ortiq fuqaroning doimiy ish o'rniga, 200 ga yaqin ishsiz fuqarolarimga 12% imtiyozli kredit ajratib, ularni doimiy bandligini ta'minlashga. Qolgan 4,7% oilamni ham esa kambag'allikdan xoli hududga aylantirishga o'zimga bir marra sifatida belgilab oldim. Hozirgi kunda meni o'zimda 650 tadan oshiq ishsiz yoshlar ayollarga 220 gektar ijara yer maydoni tarqatganmiz. 30 yil davomida ulardan samarali foydalanib, oilasiga qo'shimcha daromad keltiryapti. Noldan bugun o'zini o'nglab, mana men haqiqiy tadbirkor bo'ldim degan fuqarolaringiz qancha bugun? 50 dan ortiq unaqa misol keltirishim mumkin. Hozirgi borayotgan chorva fermer egasi yosh o'sha Abduvoyev Shahriyor misolida ham ko'p ko'raman. U bola ish qidirgan bo'lib murojaat qilib kelganda imtiyozli kredit ajratib, mana hozir borganda o'zingiz ham guvohi bo'lasiz. Uni bir oddiy ishsiz, bekorchi yurgan shaxs deb o'ylamaysiz. 30 dan ortiq moli bo'lsa, hozirgi kunda ham sut sohasida, ham go'sht sohasida mahsulot yetishtirib keladi va o'zlari qayta ishlaydi uyida. Hozirgi kunda do'kon ham tashkil qilgan, do'konida ham sotuvni yo'lga qo'ygan. Assalomu alaykum. Shahriyor, yaxshimisiz? Asosan qaysi nasldan olib kelgansiz bugun? Assalomu alaykum opa. Mana biz ikki xil yo'nalishda olib kelganmiz. Birinchisi yo'nalishimiz sut yo'nalishidagi mollarimiz parvarish qilyapmiz. Ikkinchisi go'sht yo'nalishida va ikki xil natija bilan boryapmiz. Qachon boshlagandingiz? 1 yil bo'lib qoldi. Mana shu yo'lishni boshlaganimizga davlatimiz berayotgan imtiyozlardan, ajratilgan kreditlardan unumli foydalanib, qo'limizdan kelgancha mol yetishtirib, sut yo'nalishida, go'sht yo'nalishida yetkazib harakat qilyapmiz intilib. Har bitta molimiz 30 litr, 40 litrdan sut beradi. 100 ming so'mlik yem xashak yeydi. 180 ming so'mlik sut yo'nalishda sotamiz. Shunda kunlik daromadi har bitta molimizdan 180 ming bo'lyapti. Rasxotimiz kunligi 100 ming so'm bo'ladi. Har bitta moldan bir dona moldan foyda va rasxotlarimizdan 80 ming foyda bo'ladi va oilaviy ish bilan ta'minlanyapmiz. Onam, dadam, ayolim va o'zim ish bilan ta'minlanyapmiz va o'zimizga yordamchi bir dona ishchi kuchi olganmiz, oylik yaratib beryapmiz. Go'sht yo'nalishida qanaqa endi? Hali topshirib ko'rdingizmi? Foydasi qanaqa bo'ldi? Foydasi, natijalari yaxshi bo'lyapti. Chetdan Greenford degan zotlarni olib kelib, go'sht mahsulotlarini yetishtiryapmiz. Qayerga topshirasizlar asosan go'shtlarni? Go'shtlarni endi kelishilgan holatda fabrikalarga topshiramiz. Mana bu yilgi 2026-yilga xudo xolasa yurtboshimiz katta imtiyozlarda berildi, ochildi. Shundan qo'yib kattaroq ferma qilib, rivojlantirib, yanada maqsadimiz kengaytirish. Ko'proq biz oilaviy holda kelishilgan holatda qayta ishlab chiqarib topshiramiz. Ha, o'zingizlarda qayta ishlab chiqarasiz. Qaymoq qilamiz, tvorog qilamiz, oilaviy bizdan shunaqa sexlar o'zimizdan sekin-sekin ko'paytirib buni ham yaqinda boshlaganmisiz? 1 yil ichida xudo xolasa boshladik. Berilgan imtiyozlardan to'g'ri foydalanib, rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Otam ko'proq shu yo'nalishga, onam haqiqatan meni qo'llab-quvvatlab, misol uchun zarar bo'lgan paytlari ham bo'lgan. Shu yo'nalishga kelib sekin harakat qilib intilyapmiz. Shahriyor, bu qaysi tur edi sigiringiz? Bu semental degan turimiz. Bu chetdan kirib kelingan. Bu yangi tug'ilganida 25 ta 30 taga bemalol sutini beradi. Sut yo'nalishidagi sigirimiz. Hozir buni sog'ib ko'ramiz. Bu sigiringiz necha litr sut berardi? Bu sigirimiz 30 litr indamay beradi sutni. Endi biz 15 litr ola olmasak ham harakat qilamiz. Sigir sog'ishni ham o'ziga yarasha gashti bor-da shunaqa. Sut
Suti ham quyuqqina ekanda. Semental zotniki quyuq bo'ladi, yem yegan moldiki. Litrini nech puldan sotasizlar? Biz ko'proq qayta ishlab chiqaramiz. Sutni o'zini sotmaysizlar? Sutni o'zini 6000 so'mdan olyapti. Ha. Mana 1 litrcha sog'ib oldim-da imkon qadar. Yaxshi quyuqqina ekan. Rahmat. Hozir biz Jag'albayli mahallasiga keldik, ya'ni Oqqo'rg'on tumanini. Yonimda mahalla hokim yordamchisi Damir aka. Damir aka, bu mahalla shaharga yaqin mahallalardan hisoblanadi, shundaymi? Shaharga masofamiz 1,5-2 kilometr. Bizda ko'proq xizmat sohasi chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Xalqimiz ko'proq kambag'al oilalarga e'tiborimizni beryapmiz. Faoliyat boshlagan yillaringiz bilan mana bugunni taqqoslasak, qanchalik farq sezildi bugun? Bugun mana shu yaratilayotgan imkoniyatlar haqiqatdan ham o'sha mahalla xonadonlariga kirib bordimi? Xalq nima deyapti bugun? Hududda kelganimda 12 nafar tadbirkor bo'lgan. Hozirgi kunga Ular nima kelib bilan shug'ullangan? Qaysi ular xizmat ko'rsatish bilan dehqon xo'jaligi sohasida xizmat ko'rsatgan. Bunga kelib farq juda katta. Har yili berilayotgan o'zgarishlar, har yili berilayotgan imkoniyatlar xalqimizga juda ham yoqyapti. Xalqimiz mazza qilib o'sha prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanyapti. Ham rahmat aytyapti, ham juda katta tadbirkorlik, oilaga daromad kiryapti kambag'al oilaga. To'quvchilik, toshlarga ishlov berish, kichik sexlarimiz. Ular yangi yo'nalish. Yangi yo'nalishlarimiz bu. Chunki oldin 2022-yilda bunday yo'nalishlarimiz juda kam edi. Hozir kelib 23 boshqa turdagi yo'nalishlar, xizmatlar sohalar qo'shildi. O'sha hozir imkoniyatlardan foydalanyapti aholimiz. Hozir kungacha 87 ta fuqaroni ish bilan band qilganman. O'tgan yilga nisbatan hozir kunda kambag'allik reyestrida o'tgan yil 37 ta bo'lsa, hozir kunga kelib 19 nafar qolgan. Migratsiyaga kelganlarga juda katta davlatimiz e'tibor beryapti. O'sha yerda topayotgan daromadlarini shu O'zbekistonda o'zida topish imkoniyatini bergan. O'shaning uchun hozir kunda bir fuqaromiz Angliya davlatida 2 yildan oshiq yurgan fuqaromizga gilam yuvish uchun sharoitlar yaratib berganmiz. O'sha kredit ajratganmiz. Boshlanishiga 85 million imtiyozli kredit ajratdik. Keyingisida yana 150 million kredit ajratdik. Hozirgi kunda tarmog'ini kengaytirish uchun yana bizga murojaat qilyapti. Uy bog'chasini tashkil qilishni rejalayapti. Hozirgi kunda migratsiyadan kelgan bir ayolimiz daromadi kam edi. Shu migratsiyadan kelgan ayolni xonadoniga o'zlarining guvohlarida bir kirib ko'rsak bo'ladi. U nima faoliyat bilan shug'ullanadi? Hozir kunda 3 nafar ayol kishi tikuvchilik sohasidagi qo'g'irchoq tikish hamda ayollar libosini tikish bilan shug'ullanadi. Bu xonadonda turadi. Bu xonadonda turadi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Oho, zo'r-ku. Dilfiz opa, asosan mana shunaqa qo'g'irchoqlar tikasiz, Qanaqa endi daromad qilsa bo'lar ekanmi? Ha, bo'lar ekan. Biz boshlaganimizga uncha ko'p bo'lmadi. Qachon boshladingiz? Endi 2 oymi bo'ldi. Kuniga nechta qo'g'irchoq tikasiz mana shunaqasidan? Harakat qilsa 100 tagacha bo'lishi mumkin. Bitta o'zingiz 100 ta tikasizmi yo sherigingiz bilan? Yo'q, sherigimiz bor. Oilaviy bo'libdi. 3 ta, 2 ta odam bo'lib shunaqa narsa tikamiz. Endi bu qo'g'irchoqlarni soniga pul to'lashadi, shunaqami? Shunaqa. Necha puldan berishadi? 3000 anosiga qarab o'zlari berishaveradi. Oldin ko'rpa to'shaklar tikkanman, detskiy sportivkalar tikkanman. Bu qo'shimcha ekan, Bu qo'shimcha daromadimiz. Kiyimlarni qayerlarga topshirasiz? Yo uydan olib ketishadimi? Yo'q, o'zlari zakazga tikkanman men mahallaga. Oldin Rossiyaga qatnaganman. Men ishlarga 3 oy uchaga borib kelar edim. Hozirgi kunda mana shu faqat tadbirkorligim bilan shug'ullanmoqchiman. Endi u chetga chiqishda hojati ham yo'q. Mashina berdi, mana hozir o'zimiz qo'limizdan kelgancha qilyapmiz. Oylik daromadimiz 2 milliondan oshiq hozircha. Boshlanishiga bo'ladi, lekin bu narsadan nolimaymiz. Bu hozircha yetadi. Xudo xolasa kengaytirib borib daromadimiz oshadi deymiz. O'zim uyda bekarchi bo'lganim uchun ko'ngildan chiqarib, mana apchamga Hanna mana 3000 dan 10 ta qo'g'irchoq tikkan taqdirimda ham 30 ming pul bo'ladi deb keldim yordam berish uchun. Ishlasa bo'ladi. Masalan, bozorga chiqib bitta ko'ylak tiksangiz ham klient kelsa tikasiz, klient kelmasa tikmaysiz. Undan oilaviy sharoit. Masalan, uyingizda pechka yonadi, issiq joy. Svetingiz o'zingiz to'laysiz, baribir uyga ham to'laysiz shu svetda. O'shaning uchun hamma taraflama yaxshi. Shunaqa sharoit qilib berdi-da bugun prezident ayollarimizga. Prezidentimizga ming rahmat. Uyda o'tirib ishlasiz deb. Mana oldin ayollar uydan ko'chaga chiqishmagan masalan. Hozirgi sharoitimiz zo'r. Prezidentimizga, davlatimizga ming rahmat aytamiz buning uchun. Opachingiz ancha kam gap ekanlar. Opacham o'zi kam Kelgusida katta tadbirkor bo'lsangiz. Bekorchi vaqtimiz yo'q. Agar bunaqa zakazlarimiz to'xtab qolsa, bunaqa qo'g'irchoqlar tikamiz. Mana shu qo'g'irchoqdagi 3000 dan 100 ta tikadigan bo'lsa 300 ming pul degan.
Bir kunda? 1000 pul degan. Hisob kitob qiladigan bo'lsak, bunga hech qanaqa rasxod kerak emas. Iplarigacha olib kelib beradi. Hamma narsa tayyor olib kelib beradi, faqat tikib bersa bo'ldi. Tikib o'zlari olib ketadi. Kuniga 100 ta tiksa 100 ta pulini sirazi naqd ko'rinishda o'zlariga qo'liga olib berib ketadi. Bunaqa ayollaringiz qancha endi bugun uyda kasanachilik bilan Bunaqa shug'ullanayotgan? ayollarim hozirgi kunda 18 nafar. Bizda ko'proq mana shu qo'g'irchoqimizdan foyda bo'lgani uchun shunga e'tibor katta. Sizga rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Tadbirkorlik faoliyatingiz ochib kengaygan paytda yana kelamiz. Yaxshi ko'ringizlar, rahmat mahallamizga ham, davlatimizga ham, prezidentimizga ham shunday sharoitlar qilib bergani uchun. Salomat bo'linglar, charchamanglar sizlar ham. Yana bir xonadonimiz bor. Loyihalarni amalga oshirganmiz, gilam yuvish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda migratsiyaga ketgan 7 nafar ishsizni migratsiyadan qaytganini ishli qilib olgan. Zo'r. Daromadga ega qilyapti. Har bir ishchi uchun 3,5 million so'mdan ish haqi beradi. Bilganda endi O'zbekistonda ham o'sha chetda topadigan pullarni 2-3 hissa topsa bo'lishi kerakligini. Undan ham yuqori topsa bo'ladi. Yaxshi-da, mahallalarda ham mana shunaqa xizmat ko'rsatishlar ochilsa, ancha yengillik yaratadi. Mana bu tadbirkorimiz Alishev Bobur. Boburjon, assalomu alaykum, salomatmisiz? Bugun mahallani oldi tadbirkorlaridan biriga aylanibsiz-da. 2022-yil boshladik. Bu yil 4-yilimiz, xudo xolasa. Ishimiz yildan yilga ko'payyapti, daromadimiz ham, ishchilar soni ham ko'payyapti. 2025-yilga nisbatan mana bu yil 26-yil yana ham xodimlarni ko'paytirib ish rejalarimiz bor. Ximchiska ochmoqchimiz, xudo xolasa yana. Asosan shu mahalladagilarga xizmat ko'rsatasizmi? Oqqo'rg'on, Bo'ka, Quyichirchiq tumanlariga xizmat ko'rsatamiz. Qo'shni tumanlarga ham xizmat ko'rsatar ekansiz. Yaxshimi daromadlari endi? Ha, chetga chiqish hojat qolmayapti. Shu yerda ham leplasak bo'lyapti. Mavsumda qancha bo'ladi daromadingiz? O'rtacha oyiga 30-40 million daromad qilamiz. Bu ish haqlaridan tashqari. Texnikalarni qayerdan olib kelgansiz? Farg'onadan. Ha, o'zimizda ishlab chiqargan ekanda texnikalar ham. Ayollarga juda yengillik bo'ldi. Biz gilam yuvishdan tashqari katta kir mashinada parda, adyol, ko'rpalar yuvishni yo'lga qo'ydik. O'zi hamma xizmat ichida mashinamiz bor, xizmat mashinamiz. Uydan olib kelib, yana olib borib solib beramiz. Juda xursand bo'lyapti odamlar. Kreditni vaqtida to'lagan bular. Necha pul imtiyozli kredit olgansiz davlatdan? Men 3 marta oldim kredit. Birinchi 84 million oldik. Mana shu apparaturalarga ularni muddatidan oldin yopdik. 30 million o'sha kir mashinaga oldik. U ham tugadi, adashmasam. O'rdakchilikka ham olganmiz. Yurtboshimizga katta rahmat. Mana shunday imkoniyatlar beryapti. O'sha imkoniyatlardan biz to'g'ri foydalanib, shu chet davlatlarda oilamiz sog'inib, sarson bo'lib yurishimiz hojat qolmayapti. Salomat bo'ling. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat Damir aka, biz hali ko'rsatuv davomida Oqqo'rg'onni boshqa mahallalarga borishni ham reja qilganmiz. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling. Hozir biz tumanning Ustan Normat mahallasiga keldik. Mahalla aholisi asosan o'sha xizmat ko'rsatish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi va bu yerda ko'rib turganingizdek, mana hozir aynan o'sha Shahnoza opa brendida ishlab chiqarilayotgan turli xil shirinliklar bugun mahalliy bozorlarni egallab olgan. Xonadonda bugun mahalla yettiligi kelib, o'sha jarayonlar bilan tadbirkorimiz bilan suhbatlashyapti, gaplashyapti. Chunki bugun o'sha berilayotgan yordamlar shunchaki berilmayapti-da, uni natijalari ham so'ralayapti. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Shahnoza opa, yaxshimisiz? Necha xil mahsulot chiqarasiz? Qachondan bu faoliyatni yo'lga qo'ygansiz? Bu kasbni o'zim azaldan yoshligimdan sevib, ozgina-ozginadan narsa chiqarib, bozorlarda tarqatib, boshqa qilib yurganmiz. Keyinchalik magazinlar, bozordagilar yoqtirib bizga ko'proq olib kel deyishgandan keyin, talab ko'paygandan keyin kengaytirishga yordam so'radik. Mahalladagilar kelishdi va bizga ular taklif qilishdi, kredit olishdi, kengaytirishdi, yo'l yo'riq ko'rsatishdi. Undan keyin borib kredit oldik. Necha pul kredit oldingiz? 100 million kredit oldik. Nimalar olib keldingiz u kreditga? Duxovkalar oldik, stollarni qildirdik, joylarimizni sal kengaytirdik. Oldin kichkinaroq edi joyim. Hozir mahsulotlarimiz turi ko'paygan. Necha turdagi mahsulot chiqarasiz? 6-7 turdagi mahsulotlar chiqaramiz. O'g'lim ikkalamiz hammasini O'rikzorga, boshqa rayonlarga tarqatamiz. Nechta ishchingiz bor hozir? 9 ta. Uyda ishsiz o'tirgan ayollar. Ishlarimiz ko'payib ketganda, qizlarimiz hammasi shu atrofda qo'ni-qo'shnilar ikki ishlashadi, yordamlari yaxshi tegadi bizga.
Mana shu mahallada yordamchi agent lavozimida ishlab kelyapman 1 yildan beri. Bu opamizni hokim yordamchimiz birgalikda kelib turib, o'sha tadbirkorlik g'oyalari qiziqarli bo'lgani uchun bularga yordam sifatida o'sha kredit takliflarini berdik. Muhtaram prezidentimiz chiqargan 312-qaror asosiga kreditlarimizdan berdik, 100 millionlik kreditdan va faoliyatini kengaytirdi. O'sha qaror bugun tadbirkorlarga qanaqa imkoniyatlar beryapti? Tadbirkorlarga o'sha biznesiga ko'maklashyapti, o'sha biznesini yana ham rivojlantirib beryapti. Imkon darajasida o'sha fuqarolarning imkoniyat darajasida imtiyozlari ham bormi? Imtiyozlari albatta 5 yil muddatga beriladi, 2 yil imtiyozli davri bilan fuqaroni o'zini tiklab olishi uchun, tadbirkorligini yana ham kengaytirib, o'zligiga kelib olishi uchun berilgan kredit hisoblanadi. Ya'ni unga kafil kerak emas. Men ham o'zim shu mahallada yashayman. Bularni tayyorlayotgan pishiriqlardan o'zimiz ham iste'mol qilib turamiz. Hamma do'konlarimizda bularni pishiriqlari bor. Oldinlari haqiqatan ham odamlar kredit olishga qo'rqqanda, to'g'rimi? Qanaqa to'layman, nima qilaman degan qo'rquv bilan tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlar ham qilmagan o'sha narsalar. Lekin bu narsa bugun o'sha davlat rahbarining aytganingizdek qarorlari bilan mustahkamlanib, bugun menimcha tadbirkorlar Shahnoz opaga o'xshaganlar juda ko'payib ketgan. Tadbirkorlarimiz Shahnoz opa endi bugun shogirdlikka kelib turganlar ham bormi? Ha, kelib turishadi. Yosh qizlar kelishadi. O'zim xursandman lekin shu yo'nalishda ketganim uchun. Rahmat prezidentimizga shunchalik sharoitlar yaratib beryapti tadbirkorlarga. 40-50 million atrofida daromad bo'ladi. Oyiga? Ha, oyiga. O'rinda biz taklif bersam-da sizga. Bu taklifni qabul qilaman. Opalar to'g'ri. O'zingiz bir o'ylab ko'rmadingizmi? Qanaqadir o'quv markazi ochib, pishiriqlar yoshlarni o'rgatishga, o'quv markazi ochishga. Bu bo'yicha ham yordam beramiz bank tomonidan. Mayli. Yaxshi taklif, Shahnoz opa. Faoliyatingiz uchun ko'rdingizmi? Prezident bugun qanaqa imkoniyatlar beryapti? Mana uyingizga kelib shuncha takliflar bildiryapti. Ilgari unaqa bo'lmaganda, sizga o'xshagan qancha pishiriq pishiradigan ayollar bo'lgan. Lekin imkoniyatlar bugun sizga o'xshagan opalarni yuzaga chiqaryapti. Ishlaringizga omad, muvaffaqiyat. Rahmat sizlarga ham. Biz yo'l-yo'lakay Oqqo'rg'onning Hamid Olimjon mahallasiga to'xtaldik. Sabab mana shu mahalla hududi, yana mana asosiy transport yo'li yonida o'rdakchilik markazi tashkil etilgan ekan. Zovur ichiga o'rdaklar olib kelingan va shu hudud aholisiga bo'lib berilgan. Hozir mana o'sha o'rdakchilik markazini ichiga kiraylikchi. Minglagan o'rdaklar boqilyapti-da, bularning har biri daromad bugun o'sha xonadonlar uchun. Mana shu yo'nalishda Oqqo'rg'on tajribasi qilingan va bu bugun butun respublikaga namuna sifatida ko'rsatilyapti. Mana hozir ko'ryapmiz, ayni paytda mas'ullar ham shu yerda ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana shu Oqqo'rg'on tajribasi haqida gapirib bering. O'rdakchilik bu respublikada Oqqo'rg'on tajribasi asosida joriy etildi. Buni daromadi yaxshi, tuxum yo'nalishida, go'sht yo'nalishida yetishtiryapti. Foydalanmayotgan ariqlardan foydalanib, ishsiz yoshlarga, kambag'allik reyestrida turadigan fuqarolarga kredit asosida 100 metrdan bo'lib berib, ichiga o'rdaklari bilan kreditga qilib beramiz 33 million so'mdan oilaviy tadbirkorlik doirasi asosida. Qanaqa o'zini oqladimi mana shu o'tgan vaqt davomida? Har 6 oyda go'sht yo'nalishida yetishadi, almashadi. 1,5 yil bo'layotgan bo'lsa, 3-chi o'rdaklar bu. Tez ko'payadi, o'rdakchilik klasteri bor. O'sha upakovka qilib Toshkent bozorlariga, mana shu o'zimizning hududiy bozorlarga tarqatadi. Tuxumi, go'shti necha puldan topshirilar endi? Tuxumini donasi 4000 so'm, go'shti kilosi 100 ming so'mdan. Daromadi yaxshi. Tumanimizda 2025-yil oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida 25 milliarddan oshiq kredit ajratildi. Musur bosib yotardi, qamishlar o'sib, mana shu o'rdakchilik tashkil qilganimizdan keyin tozalanib, ancha chiroyli obod bo'ldi Hamid Olimjonov edi. 2026-yilda hurmatli prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanib, loyihaviy yondashuv asosida kambag'allikdan, ishsizlikdan xoli hududga aylanishni o'zimiz yonimizga reja qilib olganmiz. Buning uchun mana shu oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida 25 milliard kredit ajratib, ishsiz ayollarni, ishsiz yoshlarni bandligini ta'minlash orqali erishamiz. 1936 nafar kambag'al oilani kambag'allikdan chiqarishni mahalla kesimida bo'lib, har bir hokim yordamchisi bilan birgalikda ishlab, kambag'allikdan chiqaramiz.
Biz mana kun davomida ijodiy guruhimiz bilan Oqqo'rg'ondan mana shunday taassurotlar bilan qaytyapmiz. Albatta, yaratilayotgan imkoniyatlar, aholini turmush farovonligiga qaratilgan tashabbuslarni ko'rib quvondik. Albatta, keyingi manzillarda ana shunday loyihalar bilan yana sizni tanishtiramiz. Salomat bo'ling.